To'xtang. O'zimizni bekafta tuning-ku. Toshkentda ham joy topdimi? Qoyili. Bitta kirib ko'ramiz. Ketdik. Sizlarga mazada, xohlaganingizda Rizo Go'yingga borib bemalol borib kelaverasiz. Hey aka, Toshkentdan joy ochganimdan beri o'zimni mashinamda qatnayapman, hali radarga tushyapman, hali boshqa jonga tegdi. Taksida qatnasangiz bo'lmaydimi? Taksi chaqirsam, aka, oynani tushirib olib, nos chekadigan keladi. O'zim sigaret chekmayman. 4 soat yo'l yurish kerak. Bittasi ochib olib sigaret chekadi. Uni ustiga agar mabodo begona taksiga odamlar bilan chiqib qolsangiz, unisi u qiladi, bunisi bu qiladi. Вообще неприятный holat. O'shaning uchun tanish taksida ketish kerak edi. Shoshganingizda o'sha tanish taksilar chiqmaydi-da. Eshitmadingizmi? Nimani? Arizo Namanganda ham ish boshladi-yu. Yo'q-e? Mana ishonmasangiz tortib oling. Turgan joyingizdan chaqiraverasiz. Mashinalar hammasi akkuratniy, hammasi filtrdan o'tgan. Qanaqa filtr? Kompaniya oldin filtrdan o'tkazib, tekshirib, keyin ishga oladi. Shoferlarga tekkan gazal hozir kelaman deb 1 soatda kelishmaydimi? Belgilagan vaqtingizda keladi. Puli. Narxlari hammasi standart. Yana zo'r tomoni orqaga 3 kishi emas, 2 kishi oladi. Xohlasangiz po'ston mashina gapirsangiz ham bo'ladi. Qanaqa mashinalar keladi o'zi? Eski hidli mashinalar kelmaydimi ish qilib? Hamma mashinalar yangi, eski mashina umuman olishmaydi. Даже standarti ham Gentra Cobaltdan boshlanadi. Mana qarang, xohlasangiz standart, xohlasangiz komfort, xohlasangiz biznes tariflari bor. Komfort desa, sizga qanchalik kelmasa ham bevayda honjilar keladi jigar. Gelik-belik kerak emas aka. Tinchgina yotib olib mazza qilib ketsam. Har safar tanish taksi qidirmasdan. Siz Rizo Go'dan foydalanib ko'rdingizmi o'zi? Sizga nimasi yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni namanganliklarga jo'natib qo'yasiz. Endi Toshkentga Rizo Go'da borib keladi.